الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hurmatli qarindoshlar, biz bugun sura Al-Imronninki 177-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda kufrninki o qadar tirishchanlik ko'rsatishlari, kufrninki o qadar kufr tarafga oldirab mengishning sababi Allah subhanahu va taala bularga oxiratda büyük azap berish uchun. Bu nuqtani biz shu vaqtda qanaqdir Allah bularni o tarafga haydidi şekilde emas, belki bular şu tarafga mangdi, neticede Allah bularga oxiratda hech qanday nasib bermadi, qattiq azap bularga hozirladi degan bir maqsadni ifodalagan shaklda Musa alayhissalatu vassalamning voqeasini qistirib o'tgandik. Bu voqealikda Musa alayhissalatu vassalam tug'ilgan yilisi Banu Isroilning butun o'g'illarini o'ldirish buyrug'i tushirilgan tarafdan Allah'ın ilhamı bilen urullaştırılışı bilen Musa alayhissalamninki anisi Musa alayhissalamni dengizga bir kichik sanduqqa tashlab saldı. Firavun buni suzib oldi. Ayoli ikkisi kelgusida bizga bir nim bo'lsin, xushalliq bo'lsin, balo bo'lsin degan maqsad bilan bu plan bilan buni beqib oldi. Neticada oqibatda Allohning plani boshqa edi. Boshqa o'ldina. Ya'ni Firavunninki taxtininki oxirlashi Musa alayhissalomninki qo'li bilan bo'ldi degan shaklda darsimizni oxirlashtirgandik. Ya'ni inson o'z planlarida bir ishlarni qiladi. Ammo Allohning bir plani var. İnsandan yuqori bir kuchninki yana bir plani var. İnsan öz planini ko'zlab öz nishoniga erishishun har qadamni oladi. Amaliyotda o'zi bilmaydi, bilib bilmay Allah planlariga yerga qarab mangadi. Bunu Qur'oni Karimda Allah unda qilishun, Allah bunda qilish degan shaklda ifodalanadi. Buningdan ba'zi xato tushunchalar ilinadi. Xuddi insonni Allah shu tarafga haydagandek. Unda emas, yani bir oqibat, natija ma'nosini olsak bo'ladi. Endi bizning ilgili darsimizninki oxirgi mazmunidimi bular kufr tarafga o qadar oldiraydi. Neticede oqibatda bularning uchraydig'ini oxiratdagi nasibsizlik ve büyük azap. Endi bularning bu kadar şekilde mengib ketishleri, o kadar planlarni qilib ketishleri amaliyotda Allohga ziyon salalamdi, salamamdi, zarar yetkazamamdi, yetkazamamdi desa, buningga Allah subhanahu va taolo 177-oyatda javob berib deydi. Estaizu billah innellezina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha shay'an va lahum azabun alim. Yani kufrni setib olgan, imanni tashlagan bu kishilar Allohga hech narsani zarar yetkazmaydi, ularga qattiq azob bor, dardlik azob bor. Bu yerda Allohga hech narsani zarar yetkazmaydi deganlikdan biz yana oladigan mafhum na sahobalarga, na Rasulullahga va undan keyingi mu'minlarga aslo va aslo zarar yetkazmaydi. Yani bu oyat bizga nisbatan bir xotirjamlik bag'ishlaydi. Yani bu yerda Alloh subhanahu va taolo xuddi bizga shuni da'vatgandek bir ko'rinish va qarindoshlar. Ey mu'minlar, ey menga ishonganlar, hozir bo'layotgan jang, bu kurash, bu urush, bu jihad sizlar bilan kufrning o'tiridagi jihad emas. Bu degan kufr bilan Alloh o'tiridagi jang. Kufr bilan sizlarning Robbinglar o'tiridagi jang. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bularning hech qanday bir zarar yetmaydi degan bir shaklda bizni qanday qilish, xotirjam qilish. Endi oyatda mana nuqtada diqqatimizni tortdi. Alloh bu yerdagi masalani ilm, setim ifodasi bilan qo'llanib, ishlatayotgan uslubda kufrni ibqoganligi, imanni tashlaganlik bir o'tganligidan iborat bir ma'lumotni, bir uchurini bizga beradi. Bu nuqtadan bizning kallamizga keladi. Zodi bu insonlarda kufr iman bormidi? Hozir bir tashladi. Hozir men ishlatgan qurilmada xuddi bularda iman bor.
Küpürünü tanlap üzdeki ba imanını birvetkendek bir xil ifade çıkıdı. Aşta bağımıtı dese biz bunu düşünüşte birisi insanlar ruh dünyasında Allah'a vergen vədə iman köz tutulğan buluşu mümkün. Yani Sura A'raf'ninki 172. ayetinde manda ifadelanıdı. Ve iz ahaza rabbuka min bani Adem min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum ala anfusihim elestu bi rabbikum qalu bela. Ayetinin mezmunu insanlarını Allah Subhanahu ve Taala yaratılıştan ilgirki ruh dünyası tılan. Ben o Adem Aleyhisselam'ninki aşı sulbideki vakitlerinde yani insan ortaga çıkmagan, yaratılmagan vaqtida ulardan guvalık algan. Men senin Rabbinla emasmi? İnsan şu vaqtda guvalık bergenki qalu bala. Ya özür bizning Rabbimiz. Bu şekilde qanday qilsak bo'ladi, tushensek bo'ladi. Bu yerdagi bulardagi imanni tashlab, kufrni tanladi degandagi iman bu iman deb tushensek bo'ladi. Yoki bularning asli xarakteridagi, tabiatidagi iman. Chunki inson tug'ilishdan bir xil iman tabiat bilan tug'iladi. Payg'ambar buni nima deb sifatlaydi, tasvirlaydi? Sahihul Buxoriyda kelgan hadisda kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Har qanday inson tug'ilishidan uning tabiati iman asosida tug'iladi, iman ustiga tug'iladi. Onun bir aşağı bir tabiat karakteri var. Çünkü insanın yaşaş umumu karakterinin talebi şu iman asli. Bunu doğru yaşayan buludu. Ama yaşaş jarayonida ata-onasi onu Yahudi terbiyeleydi, Nasara terbiyeleydi, yoki Majusi qildi. Bu şekildeki iman ne bulada ba iman deb tushunsak bo'ladi. Yoki eng aqallisi unda deb deyilmagan taqdirda biz davom deb qo'yatimiz insonda bir tanlash alohidlik var. İnsanda tanlash qonuniydi va Alloh insonga bergan dunyoda hech qanday maxluqqa bermagan bir qonuniyat tanlash qonuniydi. Inson oldiga ikki yo'lni qo'yib turib, iman yo'li, kufr yo'li tanlash ixtiyorligiga ega. Dal mushu vaqtda bular iman yo'lini tashlab qo'yib, kufr yo'lini tanlagan. Bu shaklda tushunsak-mo qana bo'ladi? Bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi xulosning mo'jizi bular imondan voz kechdi. Kufrni tanladi. Ya'ni o'zining munaqshat qilgan vaqtda töleşke tegishlik bedelini kim üçün töledi? Kufr üçün töledi. Yani imanның o'rniga kufrni qana qil tanladi. Mana bu ahvol oyatning oxirisi la yadurulloh shay'an va lahum azabun alim. Allohga hech zarar yetkazmaydi. Bularga qattiq azob bor. Nima ishqa? Chunki biz davomli ta'kidlab qo'yamiz. Bütün dunyodagi barcha narsa iman etib ketsa, Allah'a bir tiyillik faydası yok. Bütün dünyadaki barcha narsa, barcha mahlukat kufr olab ketgan taqdirda Allah'a qilchilik nimasi yo'q, ziyn yo'q. Bir hadis qudusiyda Allah Subhanahu va taolo shunda bayon qiladi. Bu hadis qudusiy Sahih Muslimda kelgan. Deydi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim va aranglarga zulmni harom qildim, zulm qilishmanglar. Ey bandalarim, men hidayet qilmasam, hammanglar yo'ldan azizlar. Doğandikin hidayetni mendan so'ranglar, men sizni hidayet qilay. Ey bandalarim, men sizlarga tamoq bermasam, hammanglar och qolasizlar. Doğandikin tamoqni mendan so'ranglar, men sizlarga tamoq beray. Ey bandalarim, men sizlarga kiyim bermasam, hammanglar yalang'och qolasizlar. Kiyimni mendan so'ranglar, men sizlarga kiyim beray. Ey bandalarim, sizlar kechik kunduz xatoliklarni o'tkazib qolasizlar. Bütün xatoliklarni, bütün gunohni men kechiraman. Mendan mag'firat talab qilinglar, sizlarni mag'firat qilay. Ey bandalarim, sizlar menga hech qanday zarar yetkazolmaysizlar va foydamni ham yetkazolmaysizlar. Agar ey bandalarim, sizlarning avlinglar, oxiringlar, inson jinlaringlar, hammanglar aranglardagi eng taqvo odamning bir qalbiga urilsa degani, bir odamning qalbidagidek bir taqvo bo'lib ketgan taqdirda bu mening mulkimdan hech narsani ko'paytirmaydi. Ey bandalarim, agar sizlarning ilgari kin inson jin hammanglar eng fosiq, eng fojir odamga o'xshash bir qalbga aylanib ketgan taqdirda bir qalb bir inson, bir fojir insonning qalbida
bir oğan hammadan paj bo'lib ketgan taqdirdimi, mening mulkimdan hech narsani kamaytirmaydi. Ey bandilarim, sizning ilgirki, keyin inson, jin hammanglar bir yerga yig'ilib yoki bir nuqtaga kelib mendan so'rasanglar, men har insonga uning so'rgan narsasini beralayman. Bu mening mulkimdan yoki mendagi narsalarni hech narsani kamaytirmaydi. Xuddi agar buning tasviri bir dengizga bir yengni sep chiqargan chillikmi oz qolmaydi. Ey bandilarim, bu hammasi hayot yashagan hayotinglar sizlarning ishinglar hisoblanadi. Men ularni sizlar uchun birdan sanayman, yezib qo'yaman. Ularni sizlarga to'liq qaytarib beraman. Kim yaxshi ahvolga duch kelsa, ya'ni yaxshilik uning nasibasi bo'lib, yaxshi ishlarni qilib, yaxshi mukofot qilsa, Alloh qandaysin. Kim undan boshqa ahvolga duch qolsa, o'ziga malomat qilsin. Demak, bizning aqidamiz bu qarindoshlar. Bu hadisda bayon qilingan bizning aqidamiz. insonlarning qilgan hech ishi, mayli iymon etsin, mayli kofir bo'lib ketsin, hech ish Allah'ның mulkidan hech narsani ziyoda qilinmaydi, ko'paytirmaydi. Allah'ның mulkidan hech narsani kamaytirmaydi. İnson Allah'ның mulkida yashayotdi, u qadar ishlarni qilib ketdi, u qadar taraqqiy qildi, u qadar yashadi deyli. Allah'ның mulkidan hech bir narsani ko'paytirmadi. Chunki Allah insonni yaratdi, yo'q yerdan paydo qildi. Bu shaklda Allah'nınki insonga nisbatan bir ishlarni qilishda Allah'tan ketadigan narsa nima bo'lsa, kun degan bir so'z. Balki uni bilmaysiz. Allah bizning tushunishimiz uchun Allah bir ishni yarata olsa, bir ishni paydo qila olsa, kun deydi, buludi dedi. Bizning tushunimizga eng yaqin nuqta bu. Ash kun bol degan bir so'zni deyishni bir sekund vaqtida Allohga o kadar muvaqit qana qilmaydi ekan. Bizga eng yaqin shaklda tushuntirilish uchun Alloh o'zining qudratini shu bol deydi, buludu degan shaklda qana qildi tushuntiryapti qarindoshlar. Biz tushunadigan bir shaklda. Demak, oyatda aytilgan, oyatda o'tirg'i qo'yilayotgan iymonni tashlab, kufrni tanlagan kishilar Allohga hech qanday zarar bermaydi. Bularga qattiq azobba, bular azobdan asla qana qilinmaydi, qutlanmaydi. Endi oyatda alim azob, bunda odamni og'ritquchi azob degan bir shaklda tasvirlanadi. Biz Qur'onga qarasak, azob ba'zi vaqtda alim deb tasvirlanadi. Alim degan azoblig'uchi degan ma'noda-ku. Ba'zida azim, buyuk azob, katta azob bu şekilde tasvirlanadi. Ba'zida muhin, xor qiluvchi azob degan shaklda tasvirlanadi. Bu hozir menda bir deb o'tib ketib qoladigan bir nuqta emas. Azob degan ashta azoblaydi, buyukladi, xor. Ya unda emas. Har bir sifatninki birdan nimasi bor, ma'nosi bor. Alim degan odamni og'ritquchi degan ma'noda-ku. Jinini ajitquchi degan ma'noda. Ba'zida azoblar bo'ladi, qattiq jonni og'irtadigan azob, lekin azoblanuvchi nisbatan tuvan kelishi mumkin. Undag'ini Qur'on bu nuqtani qanday isbotlaydi? Azim. Sana nisbatan bek büyük azob, katta azob. Tamam-da, ba'zida mutakabbir insonlar o'ziga u qadar qattiq azoblar tushgan taqdirdimi? U qadar azoblar tushgan taqdirdimi, o'zining mutakabbirligidan uning oldida qat ko'tarib beshini tek tutib tura olishi mumkin. Yo'q. Allohning azoblari unda olmaydiki, muhin. Seni u qadar azoblaydiki, yevilan yaksan qiladi. Bir pul qildi degan gap avchu. Azobdan saqlanib qilish, azobning oldida o'zining g'ururini yoki o'zining chidamchanligini ko'rsatish ehtimoli asla yo'q. Shuningga Qur'ondagi azoblar ba'zida azob alim deb sifatlansa, ba'zida azob azim sifatlanadi, ba'zida azob muhin sifatlanadi. Sen chidiyalaydigan holat bo'lmaydi. Alim o azob qattiq jonini ajitadi, sening jidingni qattiq og'ritadi. Uning u azobning oldida o'zingni yo'g'on tutolmaysan-ki, o azobun azim, sendan buyuk katta azob o. Har
qancha azoblasimi, sen o'zingning takabburona hayotini g'ururni saqlayolmaysanki, u degan muhin azob seni yer bilan yakson qiladi. Bir pul qiladi seni. To'pi tuproq qiladi seni. Bu şekilde tasvirlanadi Qur'ondagi azoblar ahvollari. Demek Allah Subhanahu ve Taala kafirlarni yuqorida tasvirlangandek alim şekilde, canini qattiq og'ritadigan şekilde, azim, büyük azap şekilde ve harquvchi insonni yo'q qilayotguchi shaklda qanday qilib azoblaydi-ki, kallamizdan anda sandimi qochib qolmasinki, chidab ketamiz. Dunyoda bu nurg'un chiqdiq ya, bu shakldagi tasvir aslo va aslo kallamizga qanday qilmasin, kelib qolmasin. Ondan keyin 178-oyatda Allah Subhanahu va taolo ba'zi masalalarga bizning kallamizga kelib qolishi mumkin. Javob berib davatudi: "Va la yahsabannallazina kafaru إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين." Ular o'ylamusun bir qism kuffar kishilar, dindan chiqqan kishilar, kufrni tanlagan kishilar o'ylamusun. Biz ularga umrni ziyoda qilsak, hayotida ularga muhlat bersak masalan. Yaşadı-da o mesela özünün şu küfür halıda. Bularga nisbeten yaxshi deb o'ylamusun. Unda ham xiyal qilmusun. Faqat bizning ularga muhlat berishimiz, ularga o kadar ömrünü berishimiz, ularning jinoyati assun uchun birimiz, ularga muhin azab bor. Bayatın alim azab dedi ya, yani muhin azab. Özünün onçular yo'qon tutmasin da odadı. Ve la yahsabanna degan so'zning o'zi ham Allah Subhanahu ve Taala'dan kelgan bir cheklimi buyruq kufrlarni unda qilma deyapti. Nimishqa desa, chunki bir kafir musulmonlar bilan qilgan jangda, urushda ba'zida qutulib qoladi. Yaşaydı bu bir mezgil. Oynaydı bu hayatda ve kallasıga shunda kelib qoladi-ki, shunda o'ylaydi-ki, bunun bu uzun yaşap ketişi, uzun ömür birilişi özü üçün yaxshi deb o'ylaydi. Ve o'ylaydi ki, bunun hayatı bunun için en qimmatlik deb o'ylaydi. Çünkü onun hayatı saqlanib qoladi ya, yaşawadı ya, ölmedi o. Janglarda mesela musulmonlarning qilichiga uçurmadi. Saqlanib qoldi, yaşadı, vaqt berildi, qarasa ishlari normal. Hayatda güzel yaşawadı. Bunu yaxshi deb o'ylaydi. Biz bunda kuparga, bunda kafirga deymiz. İnsanın hayatı bir vaqtdan ibaret. Vaqt degan ikki bislik, qo'sh bislik narsa. Vaqt bizzat yaxshi, yomon deb sifatlanmaydi. Illaki shu vaqtda qilingan ishlar bilan vaqtga baho beriladi. Bir vaqt shu vaqtda yuz bergan ishlar yaxshi bo'lib qolsa, yaxshi, ishlar bereketlik bo'lsa, bereketlik, İşler ünümlük olsa, ma vaqt ünümlük deb sifatlanadi. Eğer şu vaqtning ichida yuz bergan ish nachar, fasiqlik, masalan, eski ish bo'lib qolsa, bu vaqt şu ish bilan o'lchilinadi. Endi kafir, madem kafir bo'lgan, Allah'ning manhajini hayotida tatbiqlamay bu hayotda yashaydi ekan, qilgan ishlari naçarlam insanlığa, dünyaya faydasızlan bulurken bunun yaşayan bütün hayatı şu şekilde tasvirlanıdı. Doğan ekan bunun hayatının uzun boğallığı bular üçün asla yaxşılıq emas. Çünkü bunun hayatı da o uzun boğan vakti da ömrü de bular bir faxrlangudek bir nimasi yo'q, yaxshi ish yo'q bularninki. Allah'ın bularni bu kadar uzun kuvvetişi, uzun yaştişi, mühlet birişi bular üçün yaxşılıq qilish uchun emas. Nimishqa? Çünkü bular hayatda madem kufr yolunu tanladı. Özünün hayat vaqtlarini mutlaka Allah'ın yoluga qarshi yaman ishlar bilan o'tkazdiganligi aniq. Her qilgan yaman ishi bularning azobini ko'paytirdi,
bularning jazosini qanday qiladi, ko'paydi. Demak, bularning umrining uzun bo'lganligi va qilayotgan ishlariningki u qadar kengayishi bular uchun yaxshilik emas, balki bular uchun yomonlik. Chunki bularning umri nim bilan o'lchanadi desa, shu umrining ichida qilayotgan ishlar bilan o'lchanadi. Oyatdagi wala yahsabanna degan so'zning grammatiklik ahvoliga kirsak, asli arab tilida hasaba yahsibu deb bir pilva shakli o'xshash. Bu sanidi degan ma'noda. Yana birisi va hasiba yahsabu degan bir shakl va bu o'yladi, gumon qildi, xiyol qildi degan ma'no chiqadi. Oyatdagi bugungi oyatdagi wala tahsabanna allazina kafaru degandagi tahsabannamu ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna degan oyatdagi hasiba bilan o'xshash bilib o'ylash, xiyol qilish degan ma'noda. Ya'ni bularningki Allah subhanahu va taolo bularga shuni asl qilyapti bularga. Sizlar ashta o'ylab qolgan bo'lsangiz kallangda bizning hayotimizning bu shaklda davom qilishi biz uchun yaxshi deb o'ylab qolgan bo'lsanglar, bu xato o'ylagan bo'lasizlar. Bu bir. Yana bir nuqta, ma fe'lning ma'nosini sizlarga grammatiklik nuqtadan deyishning sababi, chunki grammatiklik nuqtadan aytgan vaqtimizda bu fe'lning ma'nosi jazmiyat darajasiga yetmagan bir shakldagi gumon, taxmin ma'nosini ifodalaydi. Bizga shuni ifodalayapti. Kufrlar, ya'ni kafirlar o'zining hayotining qanday o'tganligiga jazm qilolmaydi. Yaxshi deb o'ylab turib qanday qiladi yashaydi. Ya'ni ashta bir gumon qilib turib, gumon bilan qanday, bularning hayoti shubhi gumon ustiga qanday qilingan, qurilgan qarindoshlar. Yani oyatning mazmuni shu shaklda oxirlashadi. Faqat oyatdagi maqsad bularning umrini Alloh subhanahu va taoloning uzatish, masalan bir jangdan keyin bayon qilindi ya bu oyat. Uhud urushidan keyin bayon qilindi. Musulmonlar bilan kufrlar o'rtasidagi to'qinishlardan keyin bayon qilindi. Bularning hammasida qutulib qolganlar bo'ladi, o'lganlar bo'ladi. Qutulib qolganlar o'zining ishini qutulib qilib, necha 10 yil masalan undan keyin yashab, hayotining uzun bo'lganligini o'zicha o'ziga nisbatan yaxshilik deb o'ylaydi. Amaliyotda bularning yomonlikqa to'lgan, yomon ishlarga to'lgan har minuti bularning zarari uchun bo'ladi. Bularningki nachar ishlarini ko'paytirdi. Bularni kelgusi saqlayotgan azobni, bularni saqlayotgan yomon jazoni bularga qanday qiladi, ko'paytirdi. Shuningga oyatning oxirisida va lahum azabum muhin degan ifodani ko'ramiz qarindoshlar. Endi mishal bir deb qo'ydigan bir gap. Liyazdadu isman degan nuqtada bularning jinoyati ko'paysin uchun desa, Alloh buni mushinga haydabdi deb tushunsa bo'lmaydi. Davomli davatimiz buni ilgirki darslarda dedik, madarimizning 5-timida dedik. Qur'onda bu xil shaklda ifodalangan nuqtalar ba'zi bir din dushmanlariga yoki bizga mushondan gap ochadiganlarga uchuq tayf berdi. Ya'ni Alloh bularni mushinga haydabdi. Allah yol qo'yibdi, Allah buyuribdi, Allah o'zi shunga akab bo'lib, taqdir qilib, o'z jazolasi qanday bo'ldi deb qo'ydi. Shu yerdagi nuqta, ifodalamoqchi bo'lgan nuqta oqibat, natija ifodasini ifodalaydi bizga. Ya'ni bular mashta qiladi, natijada oqibatda bularning uchraydigani shu. Bular o'zining hayotini musulmonlarning qo'ldan qutulib qilib davomlashgan hayotini o'zi uchun yaxshi deb o'ylaydi. Amaliyotda bularga bu qadar vaqtning birlishi Alloh tomonidan, Allohning bularni kengroq qo'yib o'tishi Quyvetishda bular oqibat. Mushning oqibatida mashta bir natijaga, mashta bir oqibatga, ya'ni oxirlig'ichi azobga esh bo'lgan jinoyat mashta bir natija bularni kutib o'tadi. Mush natija buning hayotda oladigan, shu uzun yashagan hayotdan oladigan natijasi bo'ladi degan ifodalamoqchi. Ya'ni demoqchi bo'lgan nuqta shuki, Alloh subhanahu va taolo bularni her gün bekar kuvvetmeydi. Bu özünün yaşayan hayatida çoğum bir neticeden ahırlaştıgan hayat. Bu hayat mındalan ütep ketdi dep oylumuzun bula dep bularga nisbeten bir qanday qilish, eskartishirish. Ve müminlerge nisbeten Allah subhanahu va taola'ningki hayotdagi qonuniyatini eskartish. Allah hayotda bir qonuniyatni bekitdi. Qonuniyat shuki, bu qonuniyat, bu manhaj, bu yo'lni hayotga tatbiq qilganlarning natijasi bo'ladi.
Müminlerge berilgen va'dalarga qarasak bo'ladi buningga. Va bu yo'lning sirtida, bu yo'lga xiloflik qilgan bir şekilde hayotini bu yo'lda davomlashtirganlar, ya'ni kufr yo'lda davomlashtirganlarningki oqibati bu bo'ladi. Bularning yashagan har kunisi liyazdadu isman jinoyatini ko'paytirdi. Bular yashagan har sekund, har vaqt bularga beriladigan azobni ko'paytirdi va natijada va oxirisda va lahum azabun muhin. Bularga nayt har qiluvchi azob qanday bo'ladi berildi deydi. Ya'ni biz bayatdan azroq deb o'tdim. Qur'ondagi azob alim, azab azim, azab muhin deganlarninki farqini deb o'tdim ya. Bu yerda hamda muhin keltirilishi tam maqomga munosib bir shaklda keltirilish. Chunki mu'minlarning qulidan qutulib chiqqan kafir degan gap jangda ya qalb bilan chiqadi, ya yengilmaydi har holda. Buningga nisbatan bir g'urur o'ziga nisbatan bir ta'ajjublanish, voy, bizni qanday qilamidi, o'tiramidi bizni? Biz degan jangaldan chiqqan odam yoki biz degan palonni yangi odam degandek bir xil buningda izzat o'ziga nisbatan o'zini cho'ng tutish va ya, ammo bularni saqlab turadigan nima bo'ladi? Bularni jinini og'ir bilan bo'ldi qilmaydi bu azob. Bulardan buyuklar bilan izib bilan bo'ldi qilmaydi, balki bularni yavilan qanday qildi? Yakson qildi. Bularning o burunqi g'ururi, o burunqi yo'g'onligi, o burunqi po'jligidan asar muqammaydi. To'pidan tangopdi bu azobning oldida. Ashta bir azob degan bir ma'noni ifodalash uchun shunga burunda va lahum azabun muhin deb muhin ifodasini qo'llandi Alloh subhanahu va taolo. Bugun vaqt munosib bilan mushuk oyatlarni to'xtaymiz qarindoshlar. Inshaalloh 179-oyatni kira soatlik darslarimizda davom qilamiz. Kira soati kurishganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.